Sizlar meni qush qissasining davomini aytib bersin demoqchimi? Bo'ladi, qayerda to'xtagan edik? İbrahim alayhissalom kaptarni o'z ichiga olgan 4 dona qushni bo'g'izlagan yerga kelgan. İbrahim alayhissalom Allohning o'liklarni qandoq tirildirdiganligini bilmoqchi bo'lib, Rabbidan uni ko'rsatib qo'yishni talab qildi. İbrahimning bu talabi uning iymonining kamligidan bo'lmasdan, balki u qalbi texim orom topsin uchun o'liklarning tirilganligini ko'rishni talab qildi. Allah bu payg'ambarni 4 dona qushni bo'g'izlashga, ondan ularni parcha-parcha qilib elishtirib, har bir taqqa ma'lum qismdan taqib tiftishga buyurdi. Bu onun qanoti. O menga ucholmaydi. İbrahim alayhissalom sizni bo'g'izlagandek darajada ne'mat xato qilgan bo'lgaydingiz qadrlagan. Siz ojizlarga ziyon yetkazmaydingiz. Hech qachon yirtqich qushlardan bo'lib boqmagandingiz. Sizning meni yaxshi ko'rishingiz jazolanishga tegishli gunohmi? Lekin bu muhabbat sizning davomli Allohga tasbih etib shukr qilishingizga sabab bo'lgan edi. Yoki sizni bo'g'izlashmaga berilgan jazomi? İbrahim alayhissalom bana shuncha ular g'azablanarmi? Sodi nemishqa? Ben bu köyümcen yürek üstüge peşimle qancha qatam qo'ya olgan ha? Kaşki İbrahim alayhissalom sizni mehmonlarga yegizish uchun bo'g'izgan bo'lsa, bu biz faxrlanishga tegishli sharaf bo'lar edi. Lekin u sizning jismingizni qog'i qo'zg'ollarni yeyish uchun tog'-cho'qqalarga tashlab emasmi? Ben sizning parchalaringizni bir yerga yig'ib, tuproqqa ko'mib, sizni xotirjam qilishni qancha orzu qilardim. Lekin İbrahim alayhissalom muborak qo'llari bilan qo'ygan narsani kim bu joydan elib etishga jur'at qila olsin? Sizlar ajraqchi tavchoq qislar bo'g'izlangan qushlardan tayyorlangan ziyofat borlig'ini bilamsizlar. Shundaq, o İbrahim alayhissalomning qushlari kim unga yaqinlashishga jur'at qila olmaydi? Lekin o qushlar bo'g'izlangan, ularning bo'g'izligini shu İbrahim alayhissalom. Gerçi mening qo'sqim ichib, ochliqdan jon talishib qolsam, unda qilmayman. Tog'-cho'qqalardagi hamda bo'g'izlangan qushlar meni o'ziga tortayotgan bo'lsa-mu, ishimda bir kuch meni uning yiqilishidan cheklayotdi. Go'yoki men ularni o'z joyiga qo'yishga buyurilgandeklar. Biz hammamiz shunday hissiyatda bo'lyapmiz. Cho'ng og'zingni yumib, bo'g'izlangan qushlarni qayta tilga og'ichi bo'lma. Bu Allohning amri. Har qanday qush, har qanday jonliq va har qanday inson ajali to'shqanda cho'qib o'ladi. Shundoq, lekin ayrilish to'limi azobli. Nashaqani, u nemishqa bizning so'rinimizga kelmaydi. Balkim tuxumlarni besib yotganda o bechora. U hammadan bek azoblandi. Sizlarning uningdan ahvol so'rash majburiyatinglar yo'qmi? Balkim u don yoki suv va yoki tasalli berishga muhtojdir. So'rab yiqinglar, ha? Qani mangayli. Yo'qdirdi. Nega ketgandi? Uning joyini men bilaman. U o'stan bo'yida suvga qarab untinsiz o'tiradi. إنني بخير يا سيدي القائد. Men qanday qilsam sizdek yaxshi ham tez uchalayman. Muhabbat bilan. Men sizni Nosha deb atab qo'ydim. Nosha? Biz yangidan tug'ilishni orzu qilib, amaliyotda yangidan tug'ilgan gapmiz. Albatta, yangi ismlarga muhtoj. Yiroqqa ketmang, men sizga muhtoj. Allah payg'ambari İbrahim alayhissalomni o qushlarni bo'g'izlab, ularning parchalarini tog'larga taqitib,
Ondan ularni o'zi tarafga chaqirishga buyurdi. Ibrohim shunday qilgan ekan, o'liklar uning chaqirig'iga darhol ovoz qo'shib tirilib qopdi. Allohning do'sti Ibrohim qushlarning tanlarining birlashib, bo'g'izlig'onning hech qanday ta'sir yo'q holatda o'zi tarafga yugurib kelayotganligini, lekin yoritish va qayta tirilishning sirlari Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan bit qoldi. Ya'ni Allohning qudratini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Bizga nima bo'ldi? Hech nima. İbrahim alayhissalom bizni chaqirib edi. Biz uning yoniga bordik. U odati bo'yicha tasbih aytib, Allohni zikr qilgach o'ltirib, illiq qo'llar bilan beshimizni silab qo'ydi shu. Yo'q. Men undan ilgari demoqchi. Sen nima demoqchi? Bana İbrahim alayhissalom qo'lida bir pichoqni ko'tarib kelib, bizni bo'g'izlagandek to'yilib qoldi. Nima deb biljirlayapsan? Biz ko'z oldinda uchib, qanot qaqib turibsak, u bizni qandaqmi bo'g'izlagan bo'lsin? Menga ruxsat qilinglar do'stlar. Nasha o'di qo'sig'i ash, yolg'iz qoldi. Men uningga yigidek bir narsa ib kelish uchun kelgandim. Men pichoqni ko'rdim. Menga ishoninglar. Men mo pichoqni ko'rganda qilaman. Ammo uni tushunmagan deyman. Qadrligim. Men sizga yemaklik deb keldim. Qani siz Nasha. Nimishqa tuxumning ustida yotmagandir. Moshundaqmi mas'uliyatsizlik bo'lamdi. Men uning bolalarimning haqqiga sal qarag'anlik qilganda cho'qim jazo qo'llanaman. Zarur bo'lsa uni adablamay qo'yaman. Men uning hadligini obdan Nasha, nimishqa bu yer yolg'iz o'tirsiz? Kasal bo'lib qoldingizmi? Javob bersangiz-chi. Menga rahim qilgin ey Rabbim. Nimishqa men qaramaysiz? Aqlim qangarab qilyotdi. U go'yoki tirikdek uning ovozini anglayapman. Nasha, sizni bu holda ko'rishni xohlamayman. Kimsiz? Meni tanımayapsınız. Siz meni qadrli erimdek qilasiz. Oh Xudo, bu qanday ish? Biroq Meni bırak. siz o'lgan. Qanday o'limdan qaytib keldingiz qadrligim? Siz o'lgan. Özünüzde bir şeyle Nasha. Siz uykusuzluktan çarçap kapsız. Aram alsanız bu. İbrahim alayhissalom sizni mening ko'z oldimda bo'g'izlagan. Men pichoqning sizning bo'yningizga cho'kib ketayotganligini ko'rgan. Pichak. Kalite iş. Ben bu pichakni ko'rdim. Nasha. Bana hemmini aytib ber. İbrahim alayhissalom ko'z oldimda sizni bo'g'izlab, sizni boshqa 3 tane qush bilan qo'yib parcha-parcha qildi. Anda sizlarning parchalarini tog'larga tashlab İbrahim aleyhisselam beni boğuzlamadı. O beni çakırgan idi. Ben onun qishig'i bor. Yo'q, u sizni mening ko'z oldimda bo'g'izladi qadrlikim. Lekin ben tirik. Ben tirik Nasha. Men sizning tirikligingizga ishonmayapman. Oh, qadrlikim. Nima bo'ldi? Meni yirtqich yoki tulki chaqlab qoldinglarmi? Ha? Men degan sizlarning dadanglar. Qaytib ket. Biz senga yetkazmayotgan sababimizga chaqilma. Ha? Tarbiya ko'rgan bir mekiyanning kichik cho'chalari oldida bir muddat ko'rmagan eri bilan mushundaqmi paranglashamdi. Qaltis kulkilik ish bu. Hey, bu nima bo'lib ketdi? Xafa bo'lma. Kechirgin arvoh. Arvoh? Yaxshi. Men sizlarga arvohning sizlarni qanday qiladiganligini bir ko'z qo'yay. Bir 198 199 200 Peylaringizning hammasi saqkan, birimi kam emaskan. Sizning saqligingiz uchun Allohga shukr. Seni sanat xatolashib qoldimikin deb o'ylayman. Xatolashmadim. Qayta sanag'anning ziyni yo'q. 10-chi qitimmi? Xotin. Bu paylarning menga nisbatan naqadar muhim ekanligini sen bilsan-ku.
İbrahim aleyhisselam sizin neymiş kıvaysanızga qaytırgan bolğaydı. Bir nima degandek qildim, ha? Peylani sanavatman. 1, 2, 3, 4. Shaksizki, o'lim va qayta hayotga qaytish tajribasi boshqa tajribalarga qaraganda tangdoshsiz tajriba do'stlar. Bu agar sizlar mening amaliyotda bo'g'izlanganligimga ishonsanglar shundaq. Bu bo'lsa biz qag'larning sharafimizga qo'shilgan shon-sharaf. Shuni unutib qolmanglarki, ajdodlaringlarning biri odamning o'g'li Qobilga qirindishining jasadini qandoq ko'mishni va qandoq dafn qilishni o'rgatib qo'ygan. Mana biz bo'lsa, o'lgandan keyin qayta tirilishni boshdan o'tkazish orqali yana bir qitim insonlarning oldiga chiqib o'tamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Menga bir yutum suv bersangchi. Bu ko'rinishlar texmi aniq aks etishga boshladi. Ibrohim alayhissalom 4 tani qushni tutdi. Men shularning biri edim. Ondan u bizni bo'g'izildi. Ondan keyin bizni o'zi tarafga chaqirdi. Orqadilla biz o'lgan yerimizdan turib, uning chaqiriqiga ovoz qo'shdik. Biroq bu qanday ish? Buni hech kim bilmaydi. Hatto İbrahim aleyhisselamı bilmasligi mumkin. Allohning payg'ambari. Ey Rabbim, o'liklarni qandoq tirildirganligingni menga ko'rsatgin dedi. Ehtimal u yaratquchi qudratini ko'rmoqchi bo'lgan bo'lg'aydi. Lekin yaratish masalasining ustiga kelsak, bu Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan bir sir. Allohning do'sti Ibrohim alayhissalom mening o'limdan qanday qaytganligimni bilmagan ekan. Uni men qanday bilay? Lekin mening o'lib bo'lib, hayotga qaytishimdagi hikmat nima? Allah sizni menga, meni sizga qaytirib berdi. İbrahim aleyhisselamga mı uning taskin topgan qalbini qaytirib berdi. Sizga buningdan boshqa yana nima kerak? Allah payg'ambari Ibrohimni to'liq yaxshi ko'rdi ekan. Öz vaqtida İbrahim, ey Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildirganligini menga ko'rsatgin dedi. Allah ishonmadingmi dedi. İbrahim, ishondim, lekin ko'nglim orom topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Allah qushdan 4ni olg'in, ularni parchalab aralashtirg'in. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lakni qo'yg'in. Ondan ularni chaqirsang, ular sening oldingga darhol keladi. Bilginki Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dost tutuşuğa layık Rabbani bende idi. Bu peygamberlerin derecelerinden biri bulup, biz onun miqdarını bilip bolanmaymiz. Hem de onun qandaq süpetleşini uqmaymiz. Men bu vaqtda nima deyilsa onu süpetleşke hergiz yetmeydi o deb qarayman. İbrahim Allah'ını yaxşı gördü. Qavmi uni u Allah ishonganlik uchun o'tqa tashladı. Lekin u buningga e'tiroz bildirmadi va qarshilik qilmadi. Uyqusida o'g'li İsmoilni bo'g'izlab tush ko'rdi. Ondan uni amaliyotda bo'g'izlashni qaror qildi. Allah uning o'g'lining o'rniga osmondan cho'ng qo'chqordan birini tushirib berdi. Allah mu payg'ambari İbrahimni yaxshi ko'radi. Shunga o'tqa uning badani uchun sovuq va ziyonsiz bo'lishni buyurdi. İbrahim qalbini texmi qora topqizmoqchi bo'lganda, Allah uningga parchalangan qushlarni chaqirib, sog'lom holatda oldiga keltira oladigan qudratni ato qildi. U bo'lsa muhabbatning qudrati bo'lib, shuncha vala mo'jizlarning hammasi mana shu muhabbat tufaylidan vujudga chiqqan edi. زي ما دلنا على سكة نور وسعادة وصل لنا قصص الحيوان
نتعلم منها زيادة علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام رحمة من المولى تعالى ولكل حيوان معجزة حكايات كتير عبرة وعظة تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها مضروبة لينا الأمثلة سهلة وبسيطة المسألة حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة كل حيوان معجزة حكايات كتير عبرة وعظة تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها مضروبة لينا الأمثلة سهلة وبسيطة المسألة حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة